Selamünaleyküm yurttaşlar, kanalı yapıcılar. Bugünkü lokasiyamız Vondik'temiz. Sabir Rahimov məktəbinin yanında 4 etaj taza doğumumuzni 4-cü etajında 2 xonamiz patqoç holatda tayyor doğru gibi yaşadığını satıb olanlarkən bir yerdə görüb danışıb çıxamız. Hər etajımızda 3 xonadan bo'ladi, doğrumuzda 2 xonadan görüb çıxamız. Hadi izləyimiz ham keyin ayaq tiyilamiz mramor bo'ladi. Bismillah. Linalardan muammoy yurttaşlar. Bağça məktəbimiz ham yaqin. Girganimizdan keyin koridor, uyimiz yine görüp tutulmazın yarkət düzəltilgan, high-tech eshiklarimiz qo'yilgan. Ayak tiylərimiz yine karışınıvi laminatlardan vurulgan. Aboylarımız ham yine açık svet, yan tarafımızda yine giriş kısmı. Girganimizdan birimizdə yine avtomatlarımızı taşalgan. Tushuntirib baradan olsak yurttaşlar, birimizdə sanuzel, kuxni, birimizdə zal, birimizdə spalniyat qo'yibdilar. Birinchi chetdan tushuntirib danıştırıb baraveramiz. Birimizde yine halasazal zal, halasazal spalniya seyizlerim bulaveradi. Uzun yine belent uyimiz e'tibor beringlar. Lyustrasini ega chiroyli yine galonlarni tashab qo'yibdilar. Har xonasida jalyuz perdelerimiz bor. Registrlarimiz tashalgan. Uyimiz holatini ko'rib turibsizlar. Yarkatib ishlangan, akkuratli holatda. Bemalol kelib ko'raverasizlar. Joylamondan yurgan yurtdoshlarimizni birlashib qo'yamiz. Niyat etgan yurtdoshlarimizni Alloh taolo yetirsin. Hem yer döşəb turibdi, yine yaxşı gilamlardan döşəlgən eshiklarimiz high-tech variant bo'ladi. Birimizdə yine zal etib qo'yibdilar. Birimizdə shunday kvadratli keng bo'lgani uchun o'zi ayan tarafı zal bo'lgan, birimiz spalniya bo'lgan. Haloyin bir idealizatsiyada bo'ladi. Aboylarimiz ham yarka aboylardan qo'yilgan, jalyuz perdelerimiz bor. Birimizdə yine televizor zonamizdan zamonaviy chiroyli etib chiqaribdilar. Laminat plyuslarimizni qo'shib turibdi. Patoklarımızda yine şöyle çırayla atıp zaten koydular. Ağa adamların nasibesini yap kılamız. Vodikten sonra bir yurttaşlarımızdan vardı. Sonra birleşip koyunlar. Birimizde yine monikçayımız. Moniklerimiz koyulgan. Kvadratam 54 kvadrat dediler. Anlaşmasam. Birimizde sanuzel. Mativi natijno ile koyulgan. Kafirden çıkıp tutup yine polni. Registrlerimiz taşalgan. Birimizde yine duşavoylarımıza koyulgan. Vannamız duşavoy ekan. Yan tarafımızda kuxnya. Kuxnyamız ham yeniki normalni, e'tibor beringlar. Boynu bir yerde oturup bu katlansazlar bo'ladi, ustoy yotib. Mebellarimiz ham yine chiroyli tuzatilgan zamonaviy patoklarimiz motivi natijnoy, lyustrasini ega. Zamonaviy yine gaz petchalarimiz qo'yilgan. Ataplinamiz bir yerda joylashgan yine. Bu kontörlü katyonlarımız var, stabilizatorlar, toplu polcaylarımızı kronik peste joylashgan bo'ladi. Yurttaşlar gaz hususiyetinden muammo yo'q, toza doğum, 4 etaj doğumumuzni 4-chi etajında 2 xonali video ajratdik. Narxini yig'iladi olsak, narxi 435 million kelishib beriladi. Kim ma'qul bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. Sotiladigan uylaringiz bo'lsa, bemalol telefonga sotishda yordam beramiz. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.